Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum yana bir marta hammaga. Bugun sizlarga ko'rsatadigan narsalarimiz skuter muraviylari miyalari. Narxlari ko'ryapsiz. 1500 lik universal miya. 750 mingdan 5 simlik bular. Zaryadkalarimiz 250 mingdan 270 mingdan 300 mingdan eng originallari 320 ming 3000 miyalar bor. 3000 kimga kerak bo'lsa kompyuterni miya benzinli nimalarimizga, muraviylarga motor polna zapchaslari bor. Kimga nima zapchasi kerak bo'lsa, golovka, gilzaporshn, hattoki motordagi salnikgacha kelgan. Prokladkalar, komplekt hammasi bor. Eng asosiysi seli motorimiz kelgan. Benzinli, suvli, suvsiz motorlarimiz. Original chista zavod. Tank skuterlarga zapchaslarimiz kelgan. Gilzaporshn, salnik, kimga nima kerak bo'lsa, remont ko'proq remont ketadiganlarga rementlarimiz kelgan. Razatkalarimiz kelgan. Kimga kerak bo'lsa. Reduktorlarimiz narxlari tushdi anchagina. 350 mingdan boshlanadi reduktorlar. Motorlarimizni ham narxi tushgan. 850 mingdan ko'rsatib o'tib ketaman mana. 850 mingdan 1,5 lik motor bular. Mana original motorlarimiz bor 1,5 900 ming 950 ming. 1800 motorlarimiz ham narxi tushgan 950 mingdan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada yozasizlarmi yo telefon qilasizlarmi? Arzon balonlarimiz keldi. Kimga kerak bo'lsa 500, 450, 400 skuterlar baloni ham bor. Vilkalarimiz kelgan 350 mingdan vilkalar. Ishonmasalar, mana narxini ham ko'rsatib qo'yamiz.